Xo'p, kollej haqida ma'lumot beramiz. Kollejga hali qabul bor-da, grantga tugadi, lekin kontrakt asosida qabul bor. Zaochniga, ochniga hamda ochna-zaochni yo'nalishlariga. Ochni bilan ochna-zaochniga kirsangiz agar o'g'lingiz 18 ga kirgan bo'lsa yoki qizingiz 18 ga kirgan bo'lsa, patent qilmaydi. Agar zaochniga kirgizadigan bo'lsangiz 18 ga kirganlaridan keyin patent qilishlari shart bo'ladi. Lekin ko'pchilik kollejga kirayotganlar o'sha 16 yoshda bo'lganligi sababli yoki 15 yoshda bo'lganligi sababli zaochniga kirsa ham bo'ladi, chunki ular itak-tak patent qilmaydi. Shuning uchun qabulimiz bor. 29-avgustgacha 3 ta forma bo'yicha o'qishga kirsalar ham bo'ladi. Keyingi masala kontrakt narxlariga keladigan bo'lsak, zaochnilarga 60 ming, 70 ming bir yilga, вечерный 90 ming, 95 ming, ochni 160 ming, 170 ming bir yilga hisoblanadi. Bir xil kollejlarga ochniga o'qitaman desangiz agar yotoqxona berishi mumkin, bir xillarida yo'q. Yana bitta narsa, kontraktga kirar ekanda 28-avgust kuni kelish kerak emas, hozir topshirish kerak dokumentlarni, chunki bitta dokumentlarni to'pizda перевод qilishimiz kerak, meditsinskiy dokumentlar bo'ladi, kollejga ularni to'g'rilashimiz kerak. Kamida bir hafta vaqt ketadi unga. 28-avgust kuni kelib bizga dokument topshirsalar ham biz ulgurmasligimiz mumkin, men kontraktga bo'lsa ham. Ikkinchi moment bu o'sha boya aytganimga o'xshab universitetlarga qo'yilgan cheklovlar ham kollejlarga qo'yilgan. Bu degani siz misol uchun kontraktga ham 20 ta odam bo'ladigan bo'lsa, biz 21-chi qilib bizni ololmaydi. Biz qancha dokument tezroq olib bersak ham boshqa qilsak ham. O'shuning uchun hozir joy bor, hozir kiringlar, hozir o'qishga kiringlar.